بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Payg'ambarlarning tarixini o'rganishda Musa alayhissalomni o'zini qavmi bo'lgan Banu Isroilni Misrdan olib chiqib ketganligi va Alloh taoloning buyuk bir mo'jizasiga ro'baro bo'lib, Fir'avn u yerda halok bo'lganligi va Banu Isroilni dengizdan chiqib o'tib ketganligi joyiga to'xtagan edik. O'tgan safarga suhbatimizga ozgina bir ta'liq qiladigan bo'lsak, Alloh taolo fa'alul lima yurid, xohlaganini qiluvchi bo'lgan zot. Alloh taoloning qadaridan hazar hech qachon saqlanmaydi. Fir'avn ana shu Musa alayhissalom va Banu Isroilni orqasidan quvib dengiz oldiga kelgan paytda dengiz yorilib Banu Isroil dengizni yerdan o'tib ketayotganda bu dahshatli manzarani oldida qo'rqdi, otini to'xtatdi. Ya'ni o'zini ana shu halokatdan qutqarmoqchi bo'ldi. Lekin Alloh subhanahu va taoloning irodasi har qanday mashiatdan ustun turishligini ko'radikki, ana shu to'xtatgan otini Alloh taolo yurgizib qo'ydi, dengizga qarab kirib ketdi. Ya'ni hazar qadardan saqla olmaydi. Alloh taolo xohlaganini qiluvchi bo'lgan zot. Musa alayhissalomning qissasi ikki bo'limdan iborat bo'ladi. Birinchisi Musa va Fir'avn alayhissalom o'rtasida bo'lgan voqealar bo'lsa, ikkinchisi ana shu Fir'avndan keyingi marhala, Musa va Banu Isroil o'rtasida bo'lib o'tgan voqealarga bo'linadi. Bugun siz bilan mana shu Musa va Banu Isroil o'rtasida bo'lib o'tgan voqealar haqida so'zlashamiz, qodir qilganicha Alloh taolo. Avvalgi suhbatimizda Musa va Banu Isroil Fir'avn zulmidan qutulib, Fir'avndan qutulganligi va Fir'avn uni qo'shinga qilib bo'lganini ko'rib chiqdik. Musa va Banu Isroil o'rtasida bo'lgan voqealar mana Sayno vodiysi va olamlar uchun muborak qilingan muqaddas Falastin yerlarida sodir bo'lgan. Banu Isroil Fir'avnning zulmidan qutulib dengizdan chiqqanlaridan keyin chiqishliklari bilan ana shu bir shaharga yoki bir qishloqqa kirdilar-ku, qishloqdagilar butga sig'inishar edi. Ular aytdilar: "Ey Musa, bizga ana shu qavm, ana u qishloq ahli sig'inayotgan butga o'xshab biz uchun ham bir but qilib bermaysanmi?" dedi. Misrda 9 ta mo'jizani ko'rishdi. Dengizni yorib o'tishligi 10-mo'jiza edi. Mana shunchani mo'jizani ko'rib turib ham Musa alayhissalomning har bitta so'ziga hech qanday bir taraddudsiz itoat qilishdi, o'rniga kufrni so'raydi. Alloh taolo ularni bu qilgan shuni itoat qildi va Musa alayhissalomga Tur tog'iga kelishlikka buyurdi. Musa alayhissalom bu safar Tur tog'iga borishligi Tavrotni qabul qilishligi uchun edi. Ya'ni Banu Isroilga shariat bo'lishligi uchun, Banu Isroilga qonun qoida bo'lishligi uchun Alloh subhanahu va taolo Tavrotni u kishiga nozil qildi. 600 ming kishi Misrdan chiqqan deb aytdik. Yahudiylarning soni 600 mingga yetgan edi. Ana shu 600 ming yahudiyni aravasi, mol qo'zisi bilan yurishligi nihoyatda sekin edi. Allohga bo'lgan shavqidan, tavhid, Tavrotni qabul qilishga bo'lgan ishtiyoqi tezligidan qavmini qoldirib, Musa alayhissalom o'zi yolg'iz ketdi. Ketayotganida Banu Isroilga aytdiki, men 30 kunda sizlarning oldinglarga qaytib kelaman. Va va'adna Musa 30 layla. Biz Musa bilan 30 kunda va'dalashgan edik. Musa alayhissalom Alloh taoloning huzuriga kelganida Alloh subhanahu va taolo so'raydi: "Va ma ajalaka an qaumika ya Musa?" Ey Musa, qavmingizni qoldirib kelishingizning sababi nima? Nimaga qavmingiz bilan birga kelmadingiz? O'zi birga borishligi kerak edi. Lekin ishtiyoqi qattiqligidan tezroq olay degan niyatda qavmini tashlab kelgan edi. Qalahum ulay ala afari va ajiltu ilayka robbi litarda. Parvardigor, ular orqamdan kelishyapti. Parvardigor, sen mendan rozi bo'lishing uchun shoshilib tezroq keldim dedi. Muqaddas Tuva vodiysidagi Tur tog'ida Musa alayhissalomni Alloh taolo bilan ikkinchi marta suhbati boshlandi. Birinchisi bu Parvardigordan payg'ambarlik nubuvatni olgan paytda edi. Ikkinchisi mana shu Tavrotni qabul qilish uchun Alloh taolo o'zini huzuriga chaqirdi va Alloh taoloni ko'rmagan holatda Allohning ovozini eshitib ikkinchi marta mana shu muloqot bo'ldi. Idnadahu robbuhu bil wadil muqaddas Tuva. Vaqtiki Parvardigori Musoga muqaddas Tuva vodisida nido qildi. Musa alayhissalom mana shu 30 kun asnosida Tavrotni qabul qilishni boshladi. Va mana shu 30 kun asnosida Musa alayhissalom roza tutdi.
30 kun roza tutganda og'zidan tabiiy rozadorda og'zidan chiqadigan hid kelib qoldi. Va mana shu hidni yo'qotishlik niyatida ana shu rozador holatida daraxtni barglarini olib ozgina chaynagan bo'ldi. Og'zini hidini tabiiy qaytarishlik uchun. Shunda Alloh taolo u kishidan nega iftor qildingiz deb so'radi. Musa alayhisalom og'zimdagi hidni yaxshilashlik uchun deganda Alloh taolo aytdiki, axir bilmasmidingiz? Rozadorning og'zidan chiqqan hid meni huzurimda mushk ambardi hididan ko'ra yoqimliroqligini. Suma ashalan, ya'ni 10 kun qo'shimcha qiling dedi. Qavmiga Musa alayhisalom 30 kunda qaytib kelaman degan edi. Lekin bu qilgan ishiga Alloh taolo 10 kun roza tutishni buyurdi. 40 kunga qarab ketib qoldi. Va wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 10 fatamma miqat robbih 40 layla. Musa alayhisalom qavmini tashlab ketayotganda Xorin alayhisalomni ularga boshliq qilib qo'yib ketgan edi. To'g'ri, Musa alayhisalom payg'ambar bo'lgandek, Xorin alayhisalom ham payg'ambar, lekin Xorin alayhisalom ukasi Musoni shafoati bilan payg'ambar bo'lgan edi. Shuning uchun ukasiga tobe edi. Va qala Musa li akhihi Harun khulfni fi qawmi waslih wa la tattabi sabilal mufsidin. O'zining akasi Harunga Musa aytdiki, meni o'rnimda qavmni boshqarib turgin va mufsid bo'lganlarning yo'liga ergashmagin. 40 kun ichida Alloh taolo bilan Musa alayhisalom o'rtasida bevosita muloqot bo'ldi. Va kallamallohu Musa taklima. Alloh taolo bir necha marta Musa alayhisalomga so'z yurtdi. Musa alayhisalom bu o'rinda hech kimga hali berilmagan bu marhamatdan Allohga bo'lgan muhabbat oshib, Allohga bo'lgan shavq oshib, qala robbi arini anzur ilayk. Parvardigor, menga hech kimga bermagan ne'matingni berding. Men seni ovozingni eshitdim, menga bevosita gapirding, endi o'zingni ham bir ko'ray dedi. La yudrikul absar va huwa yudrikul absar. Allohga hech qanday ko'z ilg'ay olmaydi. Shunda Alloh taolo lan tarani, hargiz meni ko'ra olmaysiz dedi. Lekin Alloh taolo e'tibor beraylik. Ibrohim alayhisalom Parvardigor o'ringlarni qanday tiriltirasan deb so'raganida iymon keltirmaysanmi deb so'radi Alloh. Ishonmaysanmi deganda ishonaman Parvardigor, qalbim xotirjam bo'lishligi uchun deganda to'rtta qushni maydalashlikda buyurmadimi? Musa alayhisalom Parvardigorni ko'ray deganda Alloh taolo yig'ishtir gapni, bunaqa gapni demadi. Qalbi xotirjam bo'lishligi uchun mo'jizasini ko'rsatib qo'ymadimi? Men aytdimmi, gap tamom, qilasan degan gap ketmaydi. Siz bilan biz bir ustozlarning gapini agar quloq solayotganimizda, amal qilayotganimizda qalbimiz ham xotirjam bo'lishi kerak. U ko'r-ko'rona itoat bo'lmaydi. Hujjat dalil bo'lishi kerak bunga. Mo'min kishi dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, immo bo'lmaydi dedi. Immo kim ya Rasululloh desa, odamlar yaxshilik qilsa, ularga ergashib yaxshilik ham qilib ketaveradi. Odamlar yomonlik qilsa, ya'ni nima deymiz? Ko'pchilik nima desa, musulmon unaqa ko'pchilikka qaramaydi. Musulmonning aqidasi bor, musulmonning iymoni bor. Uni o'lchovi bor. Alloh taolo bu payg'ambarlarini so'zlarini qoldirmadi. Qalblari taskin topishlik uchun, ey Musa, siz hargiz meni ko'ra olmaysiz, lekin ana bu toqqa qarang. Agar o'rnida turib qolsa, meni ko'rasiz dedi. Shunda Alloh taolo falamma tajalla robbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Parvardigor ana shu toqqa bir nuridan ko'rsatib qo'yganda katta ulkan tog' titrab, kul bo'lib, kuyib yerga to'kildi. Musa alayhisalom bu narsani ko'rib, bu manzaradan dahshatga tushib, hushidan ketdi. Shunda Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu aytadiki, Allohga qasamki, Allohning tog'ga mana shu agar o'xshatish bo'lsa, chinchalag'idan kichkinaroq qismining nuri tushgan edi xolos deydi. Mana shu nurining bir qismi tushganda, tog' titilib kul bo'lib ketganda inson qanday ko'tara oladi bunday bir azamatni? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Isro va Mi'roj kechasida Allohning huzuriga chiqib, namozni farzini qabul qilib tushgan paytda oshonamiz, "Ya Rasululloh, Robbingizni ko'rdingizmi?" dedi. Ya'ni qaranglar, kimlar o'tib ketdi yer yuzidan? Kimlar yashadi yer yuzida? Nima deb yashadi ular? Biz nima deb yashayapmiz? Robbingizni ko'rdingizmi deganda, "Nurun annara." Ham yo'q, nurida qayoqdan ko'ray dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga hattoki Jabroil alayhisalom o'tishi mumkin bo'lmagan xatga Alloh taolo izn bermadimi? Va laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Jabroilni Muhammad alayhisalom ikkinchi marta asl suratda ko'rdi, sidratul muntahoda. Ana shu belgilangan xatga kelganda Jabroil alayhisalom qanotlari xuddi sarg'ayib eskib ketgan, kuyishlikka yaqin bo'lgan varaqaga sarg'ayib ketgandi qanotlari. To'xtab qolganida Muhammad alayhisalomga qarab turib,
Hayron bo'lganda, "Ya Rasululloh, buni bu yog'iga sizdan boshqa hech kim o'ta olmaydi" dedi. Mana shu joyga chiqib namozni farzligini olishdi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Musa alayhisalomga Alloh taolo yerda turganda gapirgan bo'lsa, Muhammad alayhisalomni o'zini huzuriga olib chiqib gapirmadimi? Bu Rasulullohga berilgan sharaf emasmi? Alloh taoloni ko'rdingizmi deb so'raganda, nur qayoqdan ko'raman? Hadislarda keladi. Allohni boshqa mahluqotlardan to'sib turadigan o'tdan bo'lgan, nurdan bo'lgan hijobi bor. Agar bu hijob ko'tarilsa, bu nur hamma narsani kuydirib tashlaydi deydi. Alloh taolo ana shu ulkan toqqa o'zini nurini bir qismini ko'rsatganda toq titilib ketdi. La yudrikuhul absar va huwa yudrikul absar. Alloh taoloni hech kim ko'ra olmaydi. Alloh har qanday narsani ko'ruvchi bo'lgan zot. Va harra Musa soiqa. Musa alayhisalom qo'rqib hushidan ketib yiqildi. Halamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayk va ana awwalul muslimin. Parvardigor dedi hushiga kelgandan keyin birinchi gapi, men tavba qildim dedi. Mana shu savolim uchun tavba qildim, meni kechirgin. Men musulmonlarning eng birinchisiman dedi. Alloh taolo kishiga aytdi: "Ey Musa, men sizni insonlar o'rtasidan risolatim bilan, kalomim bilan ajratib oldim. Sizga berilgan Tavrotni, Allohning hukmlarini mahkam ushlang va shukr qiluvchi bandalardan bo'ling." Musa alayhisalomga Tavrotni berib tanlagan bo'lsa, Muhammad alayhisalomning ummatiga Qur'onni berib tanlamadimi Alloh taolo? Demak, Alloh taolo siz bilan bizga Qur'onni berib, boshqa bandalardan ajratib qo'ydi. Men tushirgan narsani mahkam ushlanglar va shukr keltiringlar demadimi Alloh taolo? Biz shukrni ado qilyapmizmi Qur'onda? Va katabna lahu fil awaqi min kulli shay'in maw'izatan va tafsilan li kulli shay' faqudha biquwwa wa amur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Musa alayhisalomga Tavrot tosh lavhalarda yozib berildi. Toshdan iborat lavhalar edi u. Musa alayhisalom mana shu 40 kun asnosida Tavrotni qabul qilayotgan paytida orqada qolgan Banu Isroil o'rtasida xatarli ishlar sodir bo'ldi. Alloh taolo so'radi: "Ey Musa, qavmingizni qoldirib kelishingiz sababi nima?" deganda javob berdi Parvardigor: "Sen mendan rozi bo'lishing uchun tezroq Tavrotni olishing uchun keldim" dedi. Alloh taolo xabar qildi: "Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika va adallahumus samiri." Siz qavmingizni inkor tashlab chiqib ketgan paytingizda biz qavmingizni fitnaga uchrattirdik. Ularning fitnasiga Samiri ismli kishi sabab bo'ldi. Muddat tugadi, Musa alayhisalom qaytib qavmin oldiga bordi. Qo'lida ana shu Banu Isroil uchun shariat bo'lgan, nur bo'lgan Tavrotning lavhalari bor edi. Payg'ambar Musa alayhisalom mana shu g'azablangan holda, mahzun bo'lgan holda qavmiga qaytib keldi. Xo'p, Musa alayhisalom Allohning huzurida turgan paytda Banu Isroil o'rtasida nima ishlar sodir bo'ldi? 30 kun o'tdi. Payg'ambarlar hech qachon va'dasiga xilof qilgan emas. Payg'ambarlar aytgan vaqtiga kelgan. Aytdiki, bu yerda bir ish sodir bo'ldi. Musa kech qolyapti. 30 kunda kelmadi. La'allana abnabna. Harun alayhisalom aytdi, bu Musoni kech qolishligi bizni qilgan biror bir gunohimiz sababli bo'lsa kerak. Ya'ni ikkitamiz tortishib qolsak, doim ro'paramizga aybdor olaradi-yu. O'zidan bir ish o'tgandir demayapti. Nima deyapti? Biz qilgandirimizki, Alloh taolo uni kechiktiryapti biz oldimizga kelishlikni. Yig'inglar dedi, taqinchoqlar dedi. Xuli deyiladi arab tilida. Yahudiylar Banu Isroil Misrda yashab turganida ularda unaqa zeb-ziynat, boylik bo'lmas edi, chunki qul tabaqa edi ular. Misrlik ayollardan Isroiliy ayollar 4 kunga bormoqchi bo'lsa, o'zini bir chiroyini ko'rsatmoqchi bo'lsa, ana shu Misriy ayollarni taqinchoqlarni ijaraga olib taqib, vaqt kutgandan keyin olib borib qaytarib berishar edi. Endi Misrni kechasi tark qilishgan edi. Ba'zi ayollarda Misriy ayollarning taqinchoqlari qolgan edi. Ehtimol mana shu taqinchoqlarni olib chiqib ketganligimiz uchun Alloh bizga achchiq qilib, bizga Alloh taolo bir qilgan gunohimizga Musoni kechiktiryaptimikin dedi-da, Harun alayhisalom ana shu taqinchoqlarni yig'ib kelishlikka buyurdi. 600 ming yahudiyning qanchasida bu omonat taqinchoqlar bo'lsa, yig'ib olib kelishdi. Misrga qaytarib olib borib beray desa, olib borish olmaydi. Lekin o'zimizniki qo'laylik desa, omonat harom ko'mishga buyurildi. Shariatimiz islomiyada ham yerdan topib olib 3 marta so'rasa o'zini ko'p qolmaydi. 333 marta so'rasa ham o'zini ko'p qolmaydi. Ya'ni oson shuga bir yo'l topganmiz yosh bolaga o'xshab. Hukmi nima? Yerdan topilgan birodar narsasi hech qachon bizga halol bo'lmaydi. 1 yil ushlab turasiz, hukmi. 1 yilgacha egasi kelmasa, sadaqa qilib yuborasiz. O'shunda ham sadaqasi kimga bo'ladi?
Ajri egasiga bo'ladi. Demak, uni olishlik sizga tamomiy bu musibat bo'lishi mumkin. Chunki ishlatib qo'yishlik xavfingiz bor. Yeb qo'yishlik, nafs yomonlik qilib ishlatib qo'yishlik xavfi bo'ladi. O'shuning uchun yerda turgan narsa hech qachon musulmonda mulki bo'lib qolmaydi. Xuddi shunday Banu Isroil ham tillarini yig'ib keldi, ko'mishlikka Harun alayhisalom buyurdi. Ko'mishdi. Hamma tillarlar yerga ko'mildi. Alloh taolo Banu Isroilni fitnalantirmoqchi bo'ldi. Alloh taoloning makridan hech kim omonda bo'lmaydi. Alloh taoloning makridan faqat fosiq qavm xotirjam bo'ladi. Chunki tirikligida jannatni xabarini olgan Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu aytayapti, jannatning oldiga borib, bitta oyog'im jannatga kirib, hali ikkinchisini olib kela olmas ekanman, Allohning makridan xavotirda turaman dedi. Chunki Alloh bitta makr qilib, kirgan bitta oyog'imni ham chiqarib olishiga mumkin dedi. Biz hech qachon ikkala oyog'imiz jannatga o'tib olmasdan turib, xotirjam bo'lmasligimiz kerak. Alloh taolo adashtiraman desa, xohlagan lahzasida adashtirib qo'yadi. Biz o'zimiz esli bo'lganligimiz uchun, biz boshqalardan aqlli bo'lganligimiz uchun namoz o'qib hidoyatda yurganimiz yo'q. Alloh taoloda bizga bu mehribonligi bo'ldi xolos. Mana senga dedi, berib qo'ydi. Alloh shukrini ado qilmasanglar tortib qo'yaman degan. Samiri degan kishiga Alloh taolo bir qobiliyatni berdi. Ana shu yahudiylardan bittasi edi. Jabroil alayhissalomni otini minib ketayotganligini Alloh taolo ko'z oldiga qilib qo'ydi. Jabroil alayhissalomning oti qadami qaysi joyga tegsa, shu yerdan hayot unib chiqaradi. Ya'ni qumda bo'lsa ko'kat o'sib chiqayotdi. Shuni Samiri ko'rdi. Subhanalloh. Alloh taolo bir bandaga bir dunyo bersa, bu dunyo yo Allohga yaqin bo'lar ekan shukr qildirib, yo Allohdan uzoqlashar ekan tug'yonga keltirib. Demak, Allohdan biz nimani so'rayotgan bo'lsak, Alloh bizga nima berayotgan bo'lsa, orqasidan bir uzrini so'rab qo'yaylik. Parvardigor, shu so'rayotgan narsam yoki shu bergan narsang meni sendan uzoqlashtiradigan bo'lsa, uni nari qil mendan. Chunki mendagi eng katta narsa shu iymon, hidoyat. Undan boshqa narsaga almashtirmayman. Devoraveraylik. Jabroil alayhissalomni ko'rishlikni berdi Samiriga. Lekin bu ko'rishligi bilan iymoni ziyoda bo'lishidan o'rniga kufrga sabab bo'ldi. Yerga ko'milgan tillalarni oldi, eritib, ulardan haykal, buzoqning haykalini shaklini yasadi. Va ana shu Jabroil alayhissalomni oti bosgan turpoqni olib kelib, ustiga surkadi. Bu sahih hadislarda kelgan. Shunda buzoqdan shu ma'rashga o'xshagan ovoz chiqdi. Ko'raylik. Kim nimani qaysi yo'lda ishlatyapti? Alloh taolo bir ishiga zehnni bergan, fisq, fujurda, ma'siyatni rivojlantirishni ishlatyapti. Alloh bir bandaga zehn bergan, u ilm o'rganyapti, Allohni taniyapti. Alloh bir bandaga pul bergan, harom ishlarni qilib tashlayapti atrofga. Alloh bir bandaga pul bergan, Alloh uyini obod qilyapti. Yetim yesirni boshini silayapti. Demak, siz bilan bizga berilgan dunyomidi, ilmmidi, aqlmidi, quvvatmidi, vaqtmidi, qaysi yo'lda sarflanyapti? Shunga e'tibor beraylik. Alloh rozi bo'ladigan joyda sarflanayotgan bo'lsa, xotirjam bo'ling, ko'payadi bu narsa. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qasam ichib aytadi, Allohga qasam, Alloh yo'lida qilgan sadoqatinglar dunyolarni kamitib qo'ymaydi deydi. Bu Samiri Allohni farishtasini ko'rdi, lekin u kishini bu zalolatga botishiga sabab bo'ldi. Samiri shu buzoqning shu ovozni chiqargandan keyin aytdiki, Musa Robbisini izlab o'na tomonga qarab ketdi. Vaholanki uni ilohi mana buni buzay dedi. Shuni istab yurdi dedi. U adashib yo'qqa ketib qoldi. Qaytib kelgandan keyin u ham mana shu bo'zakka sig'inadi dedi. Shuni qabul qilgan aqllarni ko'ring. U bo'zak bitta tillardan bo'lgan haykal ediki, faqat ovoz chiqaradi xolos. Shunga Banu Isroilda aksariyati sig'invordi. Aksariyati shu bo'zakka sig'indi. Haqda hech kim turmadi, ya Harun alayhisalom. Faqat Harun alayhisalom o'zi turdi. Endi esliklari, yaxshilari sig'inmadi ham, Harun alayhisalomga itoat ham qilmadi. Bu yaxshilari. 9 ta Misrda, bitta dengizda 10 ta mo'jizani ko'rgandan keyin bo'zakka sig'inishyapti. Demak, insonda hidoyatga kelishligi u bitta masala bilan, bitta mo'jizani ko'rishidan bo'lmas ekan. Alloh bersa bo'lar ekan bu iymon. Afala yarawna alla yarji'u ilayhim qawlan wa la yamliku lahum darran wa la naf'an. Ular bu buzoqqa gapirsa, na javob qaytarmas edi, na foyda keltirib, na ziyon qaytarmas edi. Faqat ovoz chiqarardi, lekin shunga sig'inishdi. Aziz joylar deymiz u. Kokil qilib kelamiz, is chiqarib kelamiz, qon chiqarib kelamiz. Subhanalloh. Ha bitta yerda u nima? Boshqalardan sal do'mroq bo'lsanglar, nima bir xususiyati bir nimasi bormi? Falon joyga borib farzand so'rab keldi. Falonchi maqbaraga borib kokil qildirib keldi. Shirk emasmi bu?
Va laqad qala lahum Harun min qablu ya qawmi innama futintum bih. Harun alayhisalom aytdi: "Ey qavm, sizlar fitnaga uchradinglar. Albatta sizlarning Parvardigoringiz Rahman bo'lgan zotdir. Bas menga ergashinglar, buyrug'imga itoat qilinglar." Ular nima deb javob berishdi? Lan nabroha alayhi akifin hatta yarja ilayna Musa. To Musa qaytib kelguncha sig'inib turaveramiz dedi. Sig'inib turaverib Musa kelganda aniq bo'ladi dedi. Lekin haligi eslilar nima deydi? Ya to'xtanglar. Musa kelsin dedi. Harun alayhisalomga itoat qilmayapti. 600 ming yahudidan bittasi payg'ambarga itoat qilmayapti. Bu nimani belgisi? Qalblarda kufr bilan to'lganligi, Allohga osiylikning belgisi emasmi? Musa alayhisalom qaytib kelib, qavmini fitnaga uchraganligini ko'rgandan keyin akasi Harunning soqolidan sochini ushlab sudrashni boshladi. Musa alayhisalom tabiatan qattiq qo'l odam edi. Harun bo'lsa yumshoqroq edi. Shuning uchun Banu Isroil Harunni ko'proq yaxshi ko'rishar edi. Qala ya Harun ma manaka idza aytahum ballu. Ey Harun, qavmingni adashganligini ko'rib, ularni to'xtatib qolmadingmi? Alla tattabi'ani afa asayta amri. Ular zalolatga boshlaganda meni oldimga tezlik bilan yetalab kelib, ularni qaytarmadingmi? Meni buyrug'imga osiy bo'ldingmi? Ukasini so'darab urayotganligini, hamma bu Banu Isroil oldida bir azobli ekanligidan Harun alayhisalom aytdiki, "Onamni bolasi" dedi. "Meni soqolimdan va boshimdan, sochimdan tortmagin. Agar men e'tibor beraylik shu etiga. Agar men bo'zakka sig'inganlarda sizlar qolinglar. Bo'zakka sig'inmaganlar meni orqamdan yuringlar. Sizlar adashdinglar. Meni adashmada olib borsam, sen Banu Isroilning o'rtasini ikkiga bo'lib qo'yibsan-ku. Sen malomat qilmasin deb turaverdim shular ichida" dedi. Hatto kufrga ketgan bo'lsa ham bo'linmasin deb qo'yaverdi. Birodarlar, nimalar ustida bo'linib ketmayapti musulmonlar? Arzimagan fiqhiy masalalar ustida, o'zi u tomonniki ham bu tomonni ham hujjati bor. Unisi ham, bunisi ham haq. Shundaymi? U haq bilan botilni o'rtasida emas, far'iy masalalarda kelisha olmayapmiz. Namozda bunday qilish kerak, bunday qilmaslik kerak. Bunday qilmaslik kerak, bunday qilish kerak. Birodarlar, hajga borganlar ko'rdinglar-a? Qo'lini umuman baylamasa shu yerda namoz o'qiydiganlar bor. Ixtilof qilmasdan yashasa ham bo'lar ekan u. Musulmonlarda birligiga qattiq ishora bor bu yerda. Fa'tasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu fihi Alloh taolo. Allohning dinini, Alloh taoloning arqonini mahkam ushlanglar deb turib, Alloh taolo o'zi ushlanglar degani yetar edi. Orqasidan bo'linmanglar deb qo'yapti. Bitta buyruq ikki marta takrorlanmayaptimi? Biz nimalar ustida kelisha olmay qolyapmiz, nimalar ustida tortishib ketyapmiz? Bitta masala ustida. Musulmonlar birlashishning o'rniga din ustida bo'linib ketishyapti. Ya'ni musibat nimada? U ham haq, bu ham haq. U ham oyatda gapiryapti, bu ham oyatda gapiryapti. Lekin hech kim bir ikkisiga xo'p deb qo'ygisi kelmayapti. Harun alayhisalom qavmi kufrga kirib ketgan bo'lsa ham, Musa kelib o'zi xalqisida deb bo'linib turibdi. Ko'zimizni ochaylik. Bo'linib bo'lmaydi islomda. Akasini so'roq savol qilib qo'ygandan keyin Samiriyni chaqirib Musa alayhisalom aytdi: "Qolafa ma xatbuka ya Samiri? Ey Samiri, nima ish qilib qo'yding?" dedi. "Qavmni fitnalantirib qo'ysan u. Qanaqa qilib bunga ovoz kirgizding?" deganda aytaverdi: "Qola basubtu bima lam yubsiru bi, faqabaltu qabzatan min athari rasul, fanabattuha wa kadhalika sawwalat li nafsi." Boshqalar ko'rmaydigan narsani ko'rdim. Rasulni izidan olib surtdim dedi. Rasul kim edi? Jibril alayhisalom edi. Mana shu narsani nafsim menga chiroyli qilib ko'rsatdi. Nafsim shu narsani menga chiroyli qilib ko'rsatdi. Nafsizga quloq soling-da. Nafsizga nimalar yoqmaydi? Biram-biram narsalar yoqadi nafsizga. Endi o'sha biram-biram narsalarda tekshiringda shariat bilan. Xuddi shu narsani shariat nima qilgan bo'ladi? Qad aflaha man zakkaha va qad khaba man dassaha. Mana shu narsani foydalagan yutdi, nafsini ko'yga kirgan yutkizdi. Imtihon bitta. Shu nafsini sindirsa ham bo'ldi. Bo'p ketadi hamma yo'q. Bitta imtihon. Nafsni sindir. Bu nima deyapti? Nafsim shu narsani chiroyli ko'rsatdi, shu ishni qilib qo'ydim dedi. Banu Isroil 9 ta mo'jizani Misrda ko'rdi. Dengizni ko'rdi 13 mo'jizani. Shuncha mo'jizani ko'rib turgan bo'zakka sig'inyapti. Bu nimani belgisi? Eshitdik va bo'yin sunmadik deyishdi. Kofirliklari sabab ko'ngillari faqat buzoqqa ibodat qilish bilan to'la. Yahudilar aytadi o'zlari, biz faqat do'zaxda 40 kun kuyamiz deydi. Nimaga? 40 kun bo'zakka sig'inib qo'yganligimiz uchun. Biz Allohning o'g'illarimiz deydi, boshqalar hayvon deydi. Alloh taolo nimaga Banu Isroilning qissasini Qur'ondagi eng katta qissalar qilib nozil qildi? Nimaga 70 tadan ko'proq o'rinda zikr qildi? Ularning holini ko'ringlar. Ularda qilgan ishlari-yu,
o'qigan ishlari oqibati qayerga olib borganligini ko'ringlar. Musulmonlar unaqa bo'lmaylar deyapti. Qala fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas. Yo'qol dedi. Endi hayotda sen menga tegmanglar, mendan uzoq bo'linglar deb o'tasan dedi. Unga moho kasali tegdi. Umrining oxirigacha odamlar unga yaqinlashmadi, undan qochdi, moho bo'lib o'lib ketdi. Bu dunyodagi jazo edi. Endi sen sig'ingan ilohingni budingni qarab tur dedi. Biz kuydirib tashlaymiz va qolgan parchalarini dengizga uloqtiramiz dedi. Toki odamlar bunga nima qilmasin? Qaytadan sig'inib qo'yishmasin. So'ngra Banu Isroilga qarab aytdi: "Innama ilahukumullohu allazi la ilaha illa huwa wasi'a kulli shay'in ilma." Sizlarning Parvardigoringlar har qanday narsani o'zi ilmi bilan qamrab olgan, yagona bo'lgan iloh dedi. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ يَا ابْنَ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي. Harun alayhisalom ular bo'zakka silingan paytda qaytarmoqchi bo'lganda o'ldirmoqchi bo'lishdi. Shuncha aytayaptiki, qavm meni zaif qildi, o'ldirishlikka tayyor bo'ldi. Dushmanlarning oldida meni masxara qilmagin dedi ukasiga. Shunda Musa alayhisalom Samiriga la'nat o'qigandan keyin Allohdan duo qilib so'radi. Qala robbighfir li va li akhi va adkhilna fi rahmatika va anta arhamur rohimin. Parvardigor meni va akamni kechirgin. Ikki kishini so'rayapti. Chunki haqda bitta odam qoldi Musa alayhisolamdan tashqari. Va bizni rahmatingga kirgizgin, albatta sen rahimlilarning rahimliroqsan. Innallazina ittahadu. So'ngra ana shu bo'zakka sig'inganlarga qarab aytdi: Innallazina ittahadu al-ajla sayanaluhum ghadabun min robbihim va zillatun fil hayatid dunya va kazalika najzil muftarin. Ammo ana shu bo'zakka sig'inganlarga dedi: Parvardigor tomonidan g'azab bo'ladi. Dunyo hayotida xorlik bo'ladi. Haddidan oshganlarda mana shunday jazolaymiz dedi Alloh taolo. Ana shu lahzada tushgan Allohning g'azabi qiyomatgacha yahudiylar ustida turadi. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alayhim g'oyril mag'zubi alayhim valaddallin. G'oyril mag'zubi degani seni g'azabingga yo'liqqan degani mana shu yahudiylarni tushunamiz. Shuncha mo'jizani ko'rib turgan bo'zakka sig'inganda Alloh taolo ularga g'azabi bo'ldi. Bu g'azab qiyomatgacha turadi. Valaddallin kim u? Bu nasroniylar haqni yo'qotib qo'yishdi. Ikkalasi ham jahannamda. Yahudiylarning ahvoli nasroniylardan ko'ra og'irroq. Chunki haqni ko'rib turib inkor qildilar. Buzoqni kuydirib dengizga uloqtirishgandan keyin Banu Isroil kelib, biz xato qilibmiz. Biz tavba qilishni xohlaymiz. Musa tavba qilishlikka bir shart bormi? deb so'rashganida Alloh taolodan bir ajib buyruq keldi. Agar mana shu bo'zakka sig'inib qo'yganlik gunohini dunyoda o'zida yuvishlikni xohlagan kimsalar bo'lsa, agar bu qilgan gunohini jazosi qiyomatga qolishini xohlamaydiganlar bo'lsa, faqtulu anfusakum zalikum khayrun lakum inda bariikum. O'zingizlarni o'ldiringlar dedi. Mana shuni o'zi dunyodagi xorlik edi. Inson o'zini qo'li bilan o'zini o'ldirishligi, o'zini o'zi xor qilishligi hisoblanardi. Allohning g'azabi bo'zakka sig'inganda bo'lgan bo'lsa, ularni o'zlarini o'zlariga o'ldirishligi deb buyruqni kelishligi, ularni xor qilishligi edi. Namoz o'qiyotganingizda o't ketayotgan bo'lsa, namozingizni o'tda o'chirish kerak. Shundaymi? Namoz o'qiyotgan bo'lsangiz, yer qimirlab bosib qolishi xavfi turgan bo'lsa, turavermaysiz. Shariat chiqib ketishlikka buyuradi namozni buzishlikka. Bolangiz o'malab Termizdagi qaynoqchaga ketayotganda namozni Allohning haqqi edi namozda turishingiz. Lekin Alloh taolo siz bilan bizga rahmdil bo'lganidan bandam qiylanmasin deb o'zining haqqini kechib borib bolangni to'xtatib qo'ydi deyapti. Lekin bularni nima qilyapti Alloh taolo? O'zingni o'ldir deyapti. Bu mana shunday xorlikka loyiq xalq edi. Haqiqatan bir qanchalari turdida chat o'zini o'ldirdi. Ana shularda Alloh taolo shu qilgan gunoh uchun kechirdi. Lekin aksariyati bu ishni qilmadi. Va la tajidannahum ahrasan nasi ala haya. Alloh taolo insonlarning ichida hayotda dunyoni yaxshi ko'radigan, hayotga o'ch bo'lgan eng qattiq xalq bu yahudiylar dedi. Ala haya deyapti. Lug'atda havori bor birodarlar. Alal haya bo'lsa alif lam bilan al hayot kalimasi. Ma'lum bir hayot degani. Endi alif lamsiz ala haya desa hayot deyapti. Farqi yo'q qanaqa hayot. Xor hayotmi, aziz hayotmi, farqi yo'q, yashasa bo'ldi. Alloh taolo aytadi, ulardan biri 1000 yil yashashni orzu qiladi deydi. Lekin 1000 yil yashaganda ham baribir boradigan joy jahannam bo'ladi. Wallazina amilus sayyiati thumma tabu min ba'daha wa amanu inna robbaka min ba'daha lag'afurur rahim. Albatta, ma'siyatni qilib qo'yib, keyin tavba qilgan kimsalar, Alloh iymon keltirgan,
kishilar Alloh taolo bularning tavbasini qabul qildi. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. Musa alayhisalom g'azabidan tushgandan keyin ana shu sahifalarida hidoyat bo'lgan, Banu Isroilga bir hidoyat bo'lgan Tavrat olib keldi. O'zini o'ldirmasdan jonini saqlab qolgan yahudlarga qarab turib, endi bu lavhalarda Alloh taoloning buyrug'i bor. Bu lavhalarda Tavrat bor. Bunga quloq solinglar, itoat qilinglar dedi. Banu Isroil nima qildi deysiz? 10 ta mo'jizani ko'rgandan keyin o'qchi dedi. O'qchi dedi. Yo'qsa olamiz. Yo'qmasa olmaymiz. Sami'na va asoyna. Shuncha narsadan keyin eshitaylik javob. Yo'qsa olamiz. Bizga to'g'ri kelsa olamiz. Qanday qilib biz eshitmasdan turib, uni nimaligini bilmasdan turib qabul qilib olamiz? Bu kofirlarning so'zi edi. Xudu ma ataynakum biquva. Ikkilanmasdan, taraddudlanmasdan mahkam ushlanglar. Yana bir marta boshlarga balo kelmaydi. Shunda Alloh taoloni bu buyrug'iga o'jarlik qilishganida Alloh taolo yana bitta mo'jizasini zohir qildi. Mana shunga qarshi turgan paytda iznataqnal jabal. Tog'da Alloh taolo ana shularning yonida turgan katta tog'ni ko'tardi. Havoda tog' uchib keldi. Ana shu 600 ming yahud ustiga bulutda kelib turdi. Shunda Alloh taolo aytdi: "Va iz akhadna minna mithaqan wa rafa'na fawqahum tur khudu ma ataynakum biquwwa wasma'u qalu sami'na wa asayna wa ushribu fi qulubihim al-ajl bi kufrihim." Ustiga ana shu bulutdek ko'rinib turgan tog' kelgan paytda, ularda boshligi ana bo'lib turgan paytda shunda aytishdi: "Eshitdik, itoat qildik" deydi. Faqat tahdiddan keyin, boshiga o'lim kelgandan keyin yana boyat ekandek shu jonini saqlab qolish uchun iymon keltirishdi. Itoat qilishligi uchun emas. Qara davomida ko'ramiz qissani. Itoat qilmaydi bo'ladi birortasi ham. Va'dani, misoqni faqat shundan keyingina berishdi. Misoqning ma'nosi shu ediki, endi buni bu yog'iga Musodanmi, Tavrotdanmi qanaqa buyruq kelishidan qat'iy nazar Banu Isroil so'zsiz itoat qilishi kerak bo'ldi. Shunga Banu Isroil rozi bo'ldi. Ine tog' borib joyiga tushdi. Nechta bo'ldi mo'jiza? 11 ta bo'ldi. Bitta emas, ikkita emas, 11 ta bo'ldi. Bir qimillab olsak, uyqular yozilib ketadi. Musa alayhisalom ana shu bo'zakka sig'inib qo'yganligi uchun Allohdan uzr so'rashlikka qavmidan 70 kishini Allohning huzuriga borib kechirim so'rayotgan paytda sherik bo'lishga tanlab oldi. Bu 70 kishi bo'zakka sig'inmay turgan yaxshilar edi. 70 tasini tanladi erkaklaridan, yana Tur tog'iga nechinchi marta bordi? 3-chi marta qaytib bordi. Tog'ga ko'tarilayotgan paytida tog' qattiq titradi. Chunki Alloh taolo bular bo'zakka sig'inganligidan qattiq g'azabda edi. Tavrotda qabul qilinglar deganda tog'ni ko'targuchi qabul qilmaganiga g'azabda edi. Shuning uchun Alloh taolo g'azabi bo'ldi, tog' titradi, ular halokatga yaqin bo'ldi, o'lishlikka yaqin bo'lganda Musa alayhisalom Allohga iltijo qildi. Parvardigor, agar bularni o'ldirmoqchi bo'lsang, bo'zakka sig'inganlar o'ldirib qo'ysang bo'lardi-yu. O'ldirmoqchi bo'lsang, men ular ishiga borib, bu yoqqa kelmasdan turib o'ldirib qo'ysang ham bo'lardi-yu. Biz ishimizdagi ahmoqlarimiz qilgan ishni hammamizni halokatga uchratasanmi? Parvardigor, sen kechiruvchilarning eng yaxshisisan. Parvardigor bizga mana shu dunyoda yaxshilikni yozgin. Inna hudna ilayk. Hudna degani sen tomonga yurdik. Sen tomondagi to'g'ri yo'lga yurdik. Chunki yahudiy deyiladi ular. Ya'ni yahudiy degani to'g'ri yo'lga yuradigan degan asli. Hidoyat degan so'z bor uni masdar asli. Alloh taolo javob berdi. Qala azabi usibu bihi man asha va rahmati wasiyat kulli shay. Azobim bilan xohlagan bandam azoblayman va rahmatim hamma narsani qamrab oldi. Ya'ni hamma narsaga mening rahmatim bo'ladi deganda shu oyatda iblis umidvor bo'lib ketgan ekan. Allohning rahmati hamma narsaga yetadimi? Men ham Allohning narsalaridan bittasiman. Menga ham Allohning rahmati deganda oyatda davom etdi. Fasaktubu halil ladina yattaqun va yu'tuna az-zakata wal ladina hum bi ayatina yu'minun. Kimga yozib qo'yman u rahmatini? Allohdan qo'rqqan, zakot bergan va bizni oyatlarimizga iymon keltirganlarga yozib qo'yaman deganda shayton noumid bo'ldi. Bunda yahudlar va nasoralar umidvor bo'ldi. Ha, biz ham zakot beramiz, biz ham namoz o'qiymiz, Allohning ba'zi oyatlarini nima qilamiz? Qabul qilamiz degan ulardan isklutcha qilib qo'ydi Alloh taolo oyati davomida. Nima dedi? Alladina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum fit-tawrat wal injil.
Bu rahmatdan shaytonni noumid qildi, yahudlar nasoralar umidvor bo'lib qoldi. Ularni ham surdi. Kimga yozib qo'yaman dedi? Savodsiz bo'lgan payg'ambar iymon keltiradiganlarga beraman bu rahmatimni dedi. Rahmat hammaga deb turib, shaytonni surdi, yahudi nasroniy surdi. Allohning rahmati faqat ummati Muhammadga bo'ladi, birodarlar. Allohga hamd va sano bo'lsin, payg'ambarimizga ummat qilib yaratgan Alloh taologa. Shuncha havas qilganda payg'ambarlar Muhammad qiyomat kunida bir ummat bo'ladiki, ularning peshonalaridan, qo'llaridan shu nur chiqib turadi, tahorat a'zolaridan. Xuddi ana shu otni to'rtta oyog'i oq bo'ladimi? Peshonasi qoshqasi bilan. Shunda yuzidan nur chiqib turganda, bu ummatda hammasi payg'ambar shaklida boshqalar qarab tomosha havas qilib turadi deyiladi. Vaholanki oddiy bitta namozxon bo'ladi. Shunda so'raganda zilzila to'xtadi. 70 ta ana shu bo'zakka sig'may turgan yahudi yaxshisi qo'shtirnoq ichidagi toqqa ko'tarilishdi. Tog'ni qora bulut qopladi, hech narsa ko'rinmay qoldi. Shunda Alloh taologa Musa alayhisalom yolvordi, qavmini qilgan gunohidan kechirim so'radi. Alloh taolo uzrini qabul qildi. 70 ta odam ham eshitdi buni. Nechinchi mo'jiza bo'lyapti? Bulut tarqadi. Musa alayhisalom Alloh uzrimizni qabul qildi, eshitdinglar. Yuringlar endi Banu Isroil deganda 70 ta eslik. Fa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Alloha jahratan. Ey Musa, sen bizga Allohni ko'ramiz deding-ku. Alloh bilan uchrashamiz degandik-ku. Biz Allohni ko'rganimiz yo'q. Hozir biz qavmimizga qaytib borsak, Allohni ko'rdinglarmi desa, yo eshitdingizmi? Yo biz Allohni ko'rdik, Musa rost gapiribdi deb tasdiqlashimiz uchun ko'rishimiz kerak. Senga hech qachon iymon keltirmaymiz, to Allohni ko'rmagunimizcha dedi. Ya'ni nimaga bu Banu Isroil qissasini katta bayon qilyapti? Ko'rib qo'yaylik bo'ladi kimligini. O'zlarini millatidan bo'lgan, Yahudi millatidan bo'lgan Musa alayhisalomga dengizdan yorib olib chiqib ketgan, Misrdagi xorlikdan olib chiqib ketgan payg'ambariga qilayotgan muomala shu bo'lgandan keyin boshqalar haqida gapirishlikda hojati yo'q. Mu'minlarga adovat jihatidan eng qattig'i yahudiylar va shirk keltirganlar dedi Alloh taolo Qur'onda. Shunda Musa alayhisalom qavmini bu so'zdan qaytardi. Ey qavm, men Allohni ko'rishni so'raganimda toqqa nurini tushirganda titilib ketdi. Bu gaplardan qaytinglar dedi, lekin lan nu'mina. Hech qachon senga hargiz iymon keltirmaymiz, Allohni ko'rmagunimizcha dedi. Shunda yana bitta mo'jiza sodir bo'ldi. Fa ahadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Ko'rib turuvdilar dedi. Chaqmoq urdi, 70 tasini o'ldirdi. 70 ta odam o'ldi. Musa alayhisalom yolg'iz qoldi. Yana Alloh yig'lashni boshladi. Parvardigor, bular yaxshilar edi-yu. Bularni o'ldirib qo'ysang, Banu Isroilga qaytib borsam, ana 70 ta odam qani desa, ular Alloh ularni o'ldirdi desam, u yaxshilarimizni o'ldiribdi, bizning holimiz nima bo'ladi deyshadi-yu. Parvardigor duo qilaverdi, Alloh taolo yana bitta mo'jizasini berdi. 70 tasini tiriltirdi Alloh taolo. Nechinchi mo'jiza bo'ldi? Summa ba'atnakum min ba'dikum wa antum tanzurun. Ko'rib turdinglar, biringlar o'lib tirilayotganinglarni ikkinchilar ko'rib turdinglar. Mana endi aytasizda, shuncha mo'jizani ko'rgani mayli, narigilar mana 70 tasi endi so'zsiz itoat qilsa kerak deysiz. Unaqa bo'lmadi. Mo'jiza ketidan mo'jiza, befoyda. Shuncha odamni ko'rgandan keyin ham fisq, fujurli qavm cho'qqisida. Mo'jizani bir eslab qo'yamiz. Aso ilonga aylangan. Qo'l oppoq nur chiqargan. Qurg'oqchilik yillari, mevalarni qurishi, suv yo'q bo'lishligi, mevalarni qurishi, to'fon, chigitga, bit, baqa, qon, dengizni yorilishi, tog'ni uchishi, tog'ni titrashi, ovozni eshishi, o'lib tirilishlari 14 ta 15 ta mo'jiza sanalayapti. Sen ham bir o'sha masalani eshitganingda namozga kirib ketganini bilmay qolarding. Demanglar. Chunki namozga kirib ketishlik Alloh taolo izn bergandan keyin bo'ladi. Siz u namoz o'qimayotgan odamni u o'zini ixtiyori bilan namoz o'qimay yuryapti demang. Chunki Alloh uni namoz o'qishlikni xohlamayapti. Chunki u Robbisiga intilishni xohlamayapti. Qo'lini cho'zmayapti Allohga. Bersa qilaman bir kun deyapti. Birodarlar, suv kerak bo'lsa boramiz, ariqqa tumshug'imizga egib. Shunday emasmi? Suv kelmaydi biz oldimizga. Bizga kerak bo'lsa boramiz. Bu hidoyat ko'chada qolgan, bu namoz haliga bekarchilarni qiladigan ish emas. Alloh yaxshi ko'rib tanlab olgan bandalarga beradi buni. Tushuninglar shu narsani.
Latajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina ashraku. Mu'minlarga nisbatan adovati eng qattiq bo'lgan kimsalar yahudlar va Allohga shirk keltirganlar. Musa alayhisalom 70 boshlab Banu Isroil oldiga keldi. Va Alloh taolo Banu Isroilga Iliyo shahrini sizlarga shu shaharda yozib qo'ygan edi. Iliyo hozirgi kundagi Quddus shahri, Quddus sharif. Iliyo ana shu davrda mintaqani poytaxt hisoblangan. Kim Iliyo shahriga ega bo'lsa, butun bir mintaqani boshlig'i bo'lar edi. Iliyo shahrida nihoyatda jissolari, gavdalari katta, kuch-quvvati ko'p bo'lgan xalqlar egallab o'tirar edi. 600 mingta kishini Iliyoga qarab kelayotganligidan xabar topganda ular qo'rqishdi ko'pligidan bo'lardi. Qo'rg'onlarni bekitishdi, mustahkamlashdi, urushga tayyorgarlik ko'rishdi. Musa alayhisalom Iliyoni eshigiga kelganda qavmiga buyurdi, hujum qilinglar dedi. Hech kim itoat qilmadi. Hatto ana shu o'lib tirilgan 70 ta ablahda bittasi itoat qilmadi. Aytishdi, yo'q dedi, biz dedi 430 yil dedi qul bo'lganmiz dedi. Dehqonmiz, cho'ponmiz, ustamiz, biz jang qilishni bilmaymiz dedi. Bu yerda qilishni bilasizmi, qilishni bilmaysizmi deyilmayapti. Allohning buyrug'iga va'da berishgan edi ular. So'zsiz itoat qilamiz, nima buyruq kelsa deyishgan edi. Lekin ahdga xilof qilayotganligini ko'ryapmiz. Sizlar menga va'da bergan deylar. Ishoninglar, agar mana shu bitta eshikni ochib qo'ysanglar, Alloh taolo narigilarni qalbiga qo'rquv solib qo'ygan. Chiqib ketadi, qochib ketadi desa, yo'q dedi. Alloh bizga shaharni yozib qo'yganmi? Chiqib ketsin, keyin kiramiz. Modomiki ular o'sha ekanmi, biz kirmaymiz u yerga dedi. Bu o'rinda Musa va Harun alayhisalomdan birorta tashqari kishi haqda turmaganligi bilinadi. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta va robbuka faqatila inna ha huna qoidun. Ey Musa, modomiki ular o'sha ekanmi, biz hargiz kirmaymiz. Endi chiqib ketsa kiramiz. Bor, sen va Robbing borib jang qilaveringlar, biz ma'da o'tirib turamiz dedi. Payg'ambariga gapirayotgan so'zini e'tibor bering, payg'ambarga qilayotgan muomalasini ko'raylik. Biz otamiz haqida gapirayotganda gapimizni o'ylab gapiramiz. Hozirgi kunda ham yo'q emas. Payg'ambarlar haqida gapirayotganda ba'zilar xuddi ko'chadagi oddiy odam haqida gapirayotgan yoki bir ishxonaning rahbari haqida gapirayotganda gapiradi. Payg'ambarlar haqida gapirayotganda tilga ehtiyot bo'lishi kerak bo'ladi, birodarlar. Chunki Alloh taoloda tanlab olgan bandalar ular. Bular o'zini shunday bir azizlikka olib chiqib turgan payg'ambariga aytayapti, bor. Sen Robbing bilan urushaver, biz nima qilamiz? O'tirib turamiz bu yerda. Endi Banu Isroilni Musoga aytgan so'zi bilan Muhammad alayhisolamning sahobalari payg'ambarimiz aytgan so'zini solishtiramiz. Badr g'azotida payg'ambarimiz Qurayshda karvonini yo'lini to'sgani chiqqan edi 314 ta odam bilan. Quraysh nariyadan 2000 ga yaqin qo'shin bilan kelib qoldi. Musulmonlar urushga tayyorgarlik ko'rib chiqishmagan edi. Karvonni yo'lini to'sgan chiqqanda xolos. Lekin nariyadan urushgani tayyor Qurayshga uchrab ro'bara keldi. Shunda payg'ambarimiz so'radi: "Ashiru alayya ayyuhan nas." Nima qilamiz dedi. Bir qancha sahoba Abu Bakr turdi, Hazrat Umar turdi, bir qancha sahobalar turib urushamiz deydi. Shularning qatorida Miqdod roziyallohu anhuning gapini Abdulloh ibn Mas'ud aytadiki, agar iloji bo'lganida deydi, o'zimizni tilga o'girsak, dunyodagi hamma narsani bir og'iz so'zga almashtirardim deydi. Shunday o'rinda, shunday chiroyli gapni gapirdiki, butun dunyo meni cho'ntagimda bo'lsa, shuni berardim, shu so'z meniki bo'lishi uchun deydi. Nima dedi? Ashiru alayya Yohannas. Odamlar nima qilay, maslahat beringlar deganda turib aytdiki, "Ya Rasululloh" dedi, "Biz sizga Banu Isroil Musoga, ey Muso bor, Robbing bilan sen urushaver, ma'da o'tirib turamiz" degandaqa gapni gapirmaymiz. Biz sizga aytamiz, "Ya Rasululloh, boring. Siz va Robbingiz jang qiling, albatta biz sizlar bilan birga boramiz" deymiz dedi. Ya'ni musulmonlarning birinchi g'azoti shu edi. Yahudlarda shuncha mo'jiza ko'rgandan keyingi payg'ambar aytgan gapini ko'ring-ku, sahobalarda payg'ambarimiz aytgan so'zini ko'ring. Shuncha Alloh taolo aytmadimi? Kuntum khayru ummatin ukhrijat lin-nas. Sizlardan bir toifa bo'lsin, yaxshilikka bir yomonda qaytarsin degan oyatda davomini o'qisak, birodarlar, davomida keladi. O'sha ummatni yaxshisi bo'ldinglar degan o'sha paytda bo'lgan ummat. Hozir emas u faqat. Tushunarlimi? Oyatda bir qismini o'rganib olib turib, keyingisini tashlab olsak, to'g'ri xulosa qila olmay qolamiz. Sizlardan bir toifa bo'lsin, yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytarsin deyotganda, o'shadan olimlar qolgan tashlab qo'yib eshitaylikda. O'sha davrda o'zida bo'lgan shu ummat. Keyin ham bo'ladi inshaalloh. Sahobalar mana shuni olib ketib turishdi.
Qala robbi inni la amliku illa nafsi va akhi. Parvardigor, men o'zim bilan akamdan boshqa hech narsa ega emasman dedi. Ya'ni hech kim itoat qilmadi. Tafruq baynana va baynal qawmil fasiqin. Birinchi marta qavmini duo ibodat qildi. Parvardigor, bizni bilan fosiq qavmning o'rtasini ajratgin dedi. Shunda Alloh taolodan ajib bir hukm keldi. Bu hech kim bunchalik muddat bilan balolanmagan edi, katta muddat bilan. Qala fa innaha muharramatun alayhim 40 sana yatihuna fil ard. Mana shu shaharga kirishlikka bosh tortishganligi uchun, mana shuncha mo'jizadan keyin payg'ambarga ozib bo'lganligi uchun sizlar uchun yozib qo'yilgan mana shu shahar 40 yilga harom, 40 yil sargardon bo'lib yurasizlar yer yuzida dedi. Baytul Maqdisda Quddusni yozib qo'ygan bo'lsa ham itoatsizlik uchun Alloh taolo tortib qo'ydi. Demak, bizga tevadan bir narsa yozilgan bo'lsa, rizqimizni katta bo'lishini Alloh taqdir qilib qo'ygan bo'lsa, osiyligimiz sababli to'xtab qolar ekan. Mana bundan xulosa olsak bo'ladi. Sizlardagi yozib qo'yganman desa, olinglar desa olmayapti. Demak, inson osiy bo'lish bilan o'ziga kelayotgan ne'matlar to'sadi. Toatda bo'lishlik bilan o'ziga kelayotgan balolarni to'sadi. 40 yil orasida qayerda bo'ladi ular? Yer yuzida sargardon bo'lib yurishadi. Alloh taolo bu qavmni halok qilishni xohlamadi, azoblashlikni, ularga ta'zirini berishni xohladi. Musa alayhisalom kirishni xohlamaysizlarmi dedi? Qaytinglar orqaga dedi. Orqaga qaytishdi. Yo'l yo'qotib qo'yishdi. Orqadagi birinchi oxirida uchragan shaharga qaytib borishuvdi, topisha olmadi. Sen bilmaysan ekan yo'lni. Men boshlayman deb boshqa yo'l bosishdi. Aylandi 3-4 kun yuradi, yana boshlagan joyga kelib qoladi. Necha kun aylanib yursam, ana shu yo'ldan chiqisha olmadi. Bu Alloh taolo bergan ibtilosi edi. Bu 40 yil ichida qirilib ketishi kerak edi, chunki cho'lda yurdilar. Lekin Alloh taolo yana mo'jiza berdi. 40 yil ularning ustini soya qilib yurgan bulut yurdi ustida. Mo'jizam bu ham. Xo'p, 40 yilda ular chanqashganida, suv ichish kerak edi. Nima qildi Alloh taolo? Va Isos qavmi Allohdan suv so'raganda Musa alayhisolamga aytdi: "Udulana robbaka." Parvardigoringga duo qil, Robbingga duo qil, Robbimizga emas. Robbingga duo qil, chanqadik. Alloh taolo suv mo'jizasini berdi. Toshni asosi bilan urdi Musa alayhisalom. 12 ta ko'z otilib chiqdi buloq bo'lib. U tosh shunaqa tosh ediki, ko'tarib aravasiga qo'ysa suv to'xtar edi, olib yerga qo'yishiga buloq bo'lib 12 ta ko'z otilib chiqar edi. Banu Isroil 12 ta qabila edi, 12 ta sibt, asbab deyiladi mana. Yaqub alayhisalom 12 ta o'g'lini urg'ular edi. Har bitta qabila o'zini ichadigan suvini bildi aniq. Mo'jizam. 40 yil ichida nima deyishdi ular? Alloh taolo ularga kuniga 3 mahal taomni tushirib turdi. Subhanalloh. Bedana yog'ilib turdi. Ovqatlanadigan payti bo'lganda osmondan bir to'p bedana uchib kelardi, ularni oyoqlarining tagida turib qochmas edi. Tutib, patini yulib pishirib yeyishar edi. Alloh taolo ularga manni tushirdi. Man bu ana shu asalga o'xshagan bir shirinlik. Ya'ni yashashlikka nima kerak bo'lsa Alloh taolo muhayyo qilib qo'ydi. Alloh qodir edi bir lahzada bularni yo'qib tashlashlikka. Alloh taolo shuncha mo'jizasini ko'rgandan keyin ham payg'ambariga itoat qilishdan ular bosh tortdi. Mana shu 40 yillik sargardonlikning ichida bir qancha voqealar sodir bo'ldi. Inshaalloh keyingi suhbatimizda ana shularni davom etkazamiz. Bu ana shu sigir voqeasi. Bu Musa alayhisalom bilan Xizr alayhisalomda bo'lgan uchrashuv voqeasi. Bu aytilgan mav'izalardan xulosa olishni o'rganaylik birodarlar. Bu payg'ambarlar qissasidan olinadigan eng katta xulosamiz bitta. Xulosalar ko'p. Asosiysi bitta. Hidoyatni Alloh yaxshi ko'rganiga beradi. Bergan ne'matini Alloh taolo shukrini kutadi. Shukrini ado qilsa ko'paytirib beradi. Shukrini ado qilmasa Alloh taolo tortib qo'yadi. Alloh subhanahu va taolo eshitgan mav'izalarimizga amal qilishni nasib qilsin. Alloh taoloning manhajdan uzoqlashishga yashashlikka Alloh taolo o'zi tavfiq bergan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.